Hop, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Makka mukarrama, Jabalun Nur, G'or Hiroga chiqib ketyapmiz. Tarixiy suhbatlar bo'ladigan bir makonlar. Bu G'or Hiroga yetishimizdan oldin albatta payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir yoshliklarga nazar solishimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilasizlar, tamomiy yetim holatda katta bo'lgan va vaholanki yana amaklari Abu Tolibning qo'lida bundoq aytganda tarbiya topgan, lekin boqimanda bo'lmagan. U zot sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytib beradi, o'sha taxminan 12 yoshar vaqtlarida amakimning qo'liga boqimanda bo'lmaydi deb o'zlari makkalik bir birodari Soyib ibn Soyib degan birodari bilan, o'zi tengquri bilan Makka ahlining qo'zilarini, chorvasini ma'lum bir miqdorda dogovorlashib, har kuni Ajyot tepaliklar deb qo'yiladi. O soatda bunaqasi qarab yurganda Ajyot tepaliklari bor. Ajyot ko'chasi ham deb qo'yiladi, mashhur u ko'cha. O'sha yerda Ajyot tepaliklarida Makka ahlining qo'zilarini ma'lum bir miqdorda haq ustida boqib, shu bilan tirikchilik qilgan Rasululloh alayhi vasallam. Ya'ni amakilarning qo'liga qaramagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilishlari o'zi darslarimizda aytdik, mahi, ana mahi dedi. Men mahv qiluvchiman. Shirk bid'atlarni mahv qilgan zot bo'lgan. Bu zot tug'ilishlari bilan o'zi dunyo shirklari bir qanchasi yer yuzidan g'oyib bo'lgan. Xuddi shunday holatlardan bittasi. Nabiy alayhi vasallam birodarim Soyib ibn Soyib bilan qo'y boqib yurar ekanman, baland dedi. Shahar pastda, Ka'baning atrofida uylar bor. Bu yerda qarab tursak to'y bo'lyapti. Dang'ir-dung'ir duflar tovushi eshitilishni boshladi. Shunda birodarim oldiga keldi, birodar, agar xohlasang, ruxsat beradigan bo'lsang, sen rozi bo'lsang albatta. Bir pastga tushib, ozgina bir ko'ngil yozib chiqsam, ya'ni to'y tomosha qilib chiqsam dedim. Xo'p, mayli, bor tushdi, bemalol dedi. To'yxonaga tushdim, to'yxonaning eshigini tagiga borib, o'sha eshigini tagida o'tirgan holatimda uxlab qoldim. Ko'zimni ochsam, to'y tugab bu odamlar tarqab o'tdi. Nasib qilmabdi dedimda, ertasi kuni xuddi yana shunday birodarim bilan Ajyot tepaliklarida qo'y-qo'zlarimizni o'tlatib yursak, yana shahardan dang'ir-dung'irdi, ya'ni to'yni tovushi eshitildi. Yana birodarim oldiga kelib, birodar Soyib, shunaqa kecha menday bo'ldi. To'yga tushdim, ko'zim ilashib uxlab qolibman, ko'ra olmay qoldim. Agar rozi bo'lsang, bugun ham bir marta tushib chiqay, iltimos desam, ha bor dedi, tushdim. Shu yana xuddi kecha holat takror bo'ldi dedi. Ya'ni kim? Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tamomiy tug'ilishlaridan boshlab payg'ambar bo'lgunlaricha kerak emas narsalardan, foydasiz narsalardan hammasidan uzoq qo'ygan ekan. Mashaalloh. Demak, bu hozirgi suhbatimiz kelajak TV'ga chiqqanimizda sabablariga dohil bo'ladigan ishlardan bittasi. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan keyinchalik Makka fathidan keyin Soyib ibn Soyib radhiyallohu anhu sahoba bo'lgan, keyin u kishini billa o'sha o'tirib, gaplashib o'tirib, birodarlar sahobalarga tanishtiradi. Bu meni birodarim, yoshligimda men bilan billa sherik bo'lgan. Qanaqa yaxshi sherik ya deb turib maqtagan edi. Ya'ni shu ruxsat berganligi, sherik bo'lganda ham dastoyni bir sherik bo'lganligini payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallam Soyib ibn Soyibda o'sha yoshligidagi holatlarini, unga qilgan yaxshiliklarini, ya'ni Rasulullohga qilgan yaxshiliklarini Rasululloh eslab qolganidan yaxshi sherik qanday ham yaxshi degan edi. Alloh taolo barchalarimizni payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallam siyratlarini o'rganib, u zot siyratlaridan hayotimizga-yu oxiratimizga foyda olishni nasib aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.